Men ham niyat qilibman Qo'qondan uy olish maqsadida nasib qilsa qo'shni bo'lamiz xudo xolasa. Yangi uy olaman deganlar, yangi joy qilaman deganlar Sabun kompaniyasiga murojaat qilinglar xudo xolasa. Hamyonbop, foiz yo'q. Xudo xolasa men ham niyat qilibman Qo'qondan uy olish maqsadida nasib qilsa qo'shni bo'lamiz xudo xolasa. Men ham olsam bo'ladimi? Albatta, kelib bemalol mana kelasiz Sherzodjon. Albatta. Ana. Men o'z dokumentlarni hal qilaymi bo'lmasa? Ha, shunaqa. Azizlar, sizlarga yolg'on gap yo'q, mana ishlatilayotgan materiallarni ko'ryapsizlar. Hammasi prochniy, baquvvat qurilyapti. Ko'ngil uchun emas, mehr bilan yondoshilgan. Sizlarga ham tavsiya qilaman. Sabun kompaniyasiga tashrif buyuringlar. Yangi uylar hammalaringizga muborak bo'lsin. Alloh hammamizga xayrli qilib bersin bu uylar. Boringlarga shukr. Allah omad versin, baxt versin, yetmasdan davlat versin. Elimiz, yurtimiz obod bo'lsin. Ilohimda urush degan baloni yer yuzidan daf qilsin. Har bir O'zbekiston fuqarosini Allohim baxtli hayot bilan ta'minlasin.